ijtimoiy tarmoqlarda bir hikoya chiqdi. Bir mushtipar onani boshidan o'tgan sinoat. Shunda hikoya qiladilarki, men otasiz 3 ta o'g'ilni voyaga yetkazdim, katta qildim. Odamlarni xonadonida xizmatini qilgan paytim bo'ldi. Bevalik nomimga, iffatimga dog' tushirmadim. O'g'illarim katta bo'lishdi. Uylanganlaridan keyin ona endi bizga ruxsat bersangiz alohida bir yashab ko'rsak degan taklif bo'ldi. Nachora? Duo qildim, Fotiha berdim. Bolalarim xonadondan birin-ketin chiqib ketishdi. Oldin haftada bir keladigan bolalarim sekin-sekin oyoqlari tortilib, oyda bir marta zo'rg'a xabar olishadigan bo'ldi. Bir kuni Alloh dilimga bir narsani soldi. Shu farzandlarimiz sinamoq uchun katta o'g'illi xonadoniga bordim. Katta o'g'limni xonadonda mehmon bo'lib, eshigini taqillatib borganimda kelin tilini uchida zo'rg'a kutib oldi. Keling ona deb qabul qildi. O'sha kuni mehmon bo'lib tunab qoldim. Ertalab bomdod namoziga turib, tahoratni olib, tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'ydim. Bu bir xiyla uchun. Namozni ado etgandan keyin ertalabki nonushtaga o'tirdik. Kelindan uzr so'radim. Kelin, uzrimni qabul qilasiz, qarilik, betoblik. Men o'rinni bulg'ab qo'yibman degan gapni gapirsam, eshitmagan gapim qolmadi. Juda ko'p haqoratomuz gaplar, tavqinlanatli gaplarni kelin yuzimga soldi. O'g'limdan bir sado chiqarmikin desam, o'g'lim hech narsa gapirmasdan xotinning og'ziga qarab turdi. Dilim og'ridi. U ham yetmaganday ketayotganimda o'zim yotgan o'rnimni kelin o'zimga yudirdi. O'zimni o'rnlarimni, choyshaplarimni yuvib, dilim og'rib shu xonadondan chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'illi xonadoniga bordim. Ikkinchi o'g'ilni ham xonadonida xuddi shu sinoatni davom ettirdim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'yib, kelindan uzr so'rasam, kelin qattiq gapirgani yo'q, lekin o'g'limni olib kirib, o'g'limga dashnom berdi. Onang undoq, onang bundoq degan gaplarni gapiryapti, qulog'imga kiryapti. Bolam eshitib turibdi, lekin onam mehmon-ku degan gap o'g'illar og'zidan chiqqani yo'q. Xuddi boshini egib aybdor odamday xotinga tobe bo'lib gapiga quloq soldi. Dilim og'ridi, chiqib ketdim. Oradan kunlar o'tib, nihoyat 3-o'g'illi xonadoniga bordim. 3-o'g'illi ham xonadonida xuddi shu ishni takror qildim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib, ertalab kelinga uzr etsam, ikkita kelindan eshitmagan gapni bu kelindan eshitdim. Ona, qo'yningizga olmang. Men sizni xizmatingizni qilaman deb kelin bo'lganman. Meni erimni tug'ib voyaga yetkazib, siynangizni buloq qilib emizgansiz. Bir paytlar bizni erlarimizni teylarini siz yugandirsiz, xizmatlarini qilgandirsiz. Men endi sizni xizmatingizni qilaman, qo'yningiz cho'kmasin deb kelin xizmatimni ado etdi. Yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. 3 ta o'g'il tuqqan ekanman, o'g'il bolasini endi ko'rganday bo'ldim. Oxirida chiqib ketayotganda kelindan barmog'ini o'lchamini so'radim. Kelin barmog'ingizni o'lchamini aytsangiz. Kelinni barmog'ini o'lchamini bilgandan keyin to'g'ri zargarlik do'koniga bordim. Erimdan qolgan dunyo bor, qo'limda mablag' bor edi. Tilla taqinchoqlar oldim, sovg'a salomlar oldim. 3 ta o'g'limni xonadonimga taklif qildim. Ayolinglar bilan kelinglar. Kelinlar bilan birin-ketin o'g'illarim xonadonimga kirib keldi. Kirgandan keyin o'g'illarimga qarab, "Otasiz sizlarni katta qilganligim esinglardami?" "Ha, esimizda. Siynamni buloq qilib emizdim, katta qildim, odamlarni xonadonida xizmatni qildim. Sizlarni ulg'aytirib voyaga yetkazdim. Otasi yo'q farzandlardan kam qilib o'stirganim yo'q. Sani xonadoningga bordim, katta o'g'ilga yuzlanib. Men kasal emasman, sog'man. Xiyla uchun qildim, sinov uchun qildim. Tahoratdan qolgan suvni o'rnimga sepdim. Ayoling haqorat qilganda ham bir og'iz onam deb onani oldiga tusha olganing yo'q. Dilim og'rib xonadoningdan ketdim. U ham yetmaganday o'zimga yudirdi yotgan o'rnimni. Ikkinchi o'g'ilga yuzlandilar. Seni ham xonadoningga bordim, ro'shnolik ko'rarmikinman dedim. Ayoling menga qattiq gapirmasa ham seni o'zingga qattiq gapirdi. Onam deb yonimni ola olmading. Dilim og'rib chiqib ketdi. 3 ta o'g'il ko'rgan ekanman. O'g'il bolasini
3-chi o'g'illi xonadonida bildim. Haqiqiy o'g'ilni tuqqanim 3-chi o'g'il ekan. Kelinga aytganimda diliz og'rimasin ona, ko'yningizga olmang deb kelin xizmatimni ado qildi. Endi qolgan umrimni Xudo qancha umr bergan bo'lsa 3-chi kelinni qo'lida o'tkazaman. Lekin sizlar eshitinglar. Bergan oq sutimga odamlarning xonadonini sidirib, odamlarning xonadonida bolalarimni ko'zidan yoshi oqmasin deb qilgan xizmatlarimga achinmayman. O'g'il tug'dim deb voyaga yetkazganimga achinmayman. Otasiz farzand katta qilganimga achinmayman. Lekin sizlardek farzandga bergan tarbiyamni besamar ketganligiga achinaman. Bu dunyo qaytar dunyo. Tayyor turinglar. Sizlarning ham oldinglarda o'g'illaringlar bor, farzandliklar bor. Sizlarga ham qaytmasdan ilojisi yo'q. Men hammanglardan roziman. Biron bir gapni gapirishga haqqim yo'q. Lekin tayyor turinglar. Mana shu 3-chi o'g'il ukani xonadonida men dilim ravshan bo'lib, yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. Alloh nasib etsa bu farzandning rohatini ko'rmasdan ilojisi yo'q deb hikoya nihoyasiga yetadi. Endi bu ijtimoiy tarmoqda chiqqan hikoya rivoyatdir, zarbul masaldir, lekin buni zamirida haqiqat bor. Ko'p joylarda uylangandan keyin ona chetga surilib qolayotgan xonadonlar bor. Onani gapi inobatga o'tmay qolayotgan xonadonlar bor. Qo'limga bir she'rni tutqizib ketishdi. Bir mushtipar ona farzandlarini xulqidan kuygan, kelinlarni xulqidan zada bo'lgan ona dilidan o'tgan narsani qalam bilan izhor qilgan ekanlar. Bu ona shoiralikni da'vo qilmaydigan ona. Havaskor bo'lib yozgan ona. Dilidagi dil izhorlarini izhor qilgan ekanlar. Men shuni bugun sizlarga o'qib berishni maqsadga muvofiq deb topdim. Ona nolasi deb ataladi. Aytay desam tilim kuyar. Aytmay desam dilim kuyar. Eshitganlar nima deyar? Shayton parvona bo'ldimi? Onang begona bo'ldimi? Yoring bilan qo'sha qari. Qadr topgin borgan sari, faqat meni surmanari bari afsona bo'ldimi? Onang begona bo'ldimi? Ilinganim mehr hamon, yurgin deyman sog'i omon. Bemehrlik kasri yomon, aqling jonona oldimi? Onang begona bo'ldimi? Jigarlardan tonma bolam, arosatda qolma bolam, jahannamda yonma bolam, ko'nglim vayrona bo'ldimi? Onang begona bo'ldimi? Yor deb qolding, yor deb qolding, ishonganim bor deb qolding, usiz dunyo tor deb qolding, ko'nglim unga zor deb qolding, bolam qiyomat keldimi? Onang begona bo'ldimi? Onang o'lmay turib o'ldimi? Onang begona bo'ldimi? Mana endi to'g'ri bir xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu bir mushtipar onani yuragidan chiqqan so'zlar. Buni eshitgan odamlar to'g'ri bir xulosa chiqaradi degan umiddamiz. Ona hayot ekan, qadriga yetmaydigan farzandlar bor. O'tgandan keyin gardini topolmay yig'lab yurgan farzandlar bor. Qishloqning qabristoni to'lib, yangi bir qabriston ochilib, o'sha qabristonga butun boshli katta qabristonga bitta qabr qo'yilgan. Bitta ona, bir farzandning onasi, boshqa qabr yo'q. O'sha bola onasi qabrga qo'yilgandan keyin bir oygacha xonadoniga kelmagan kechasi. Kechasi xuftondan keyin yo'q bo'lib qolar ekan, ertalab kirib kelar ekan. Oxirida bir oydan keyin uyiga kelib yotadigan bo'ldi. Odamlar savol qilishdi, onang qabrga qo'yilgandan beri kelmasding, kechalari qayerda yurarding deganda yig'lab turib javob qilgan ekanki, onam o'lganlaridan keyin yangi qabristonga yolg'iz onamning qabri qo'yildi. Atroflarida qabrlar yo'q ekan. Bolaligimda yolg'iz tashlab ketmagan, ko'kragini buloq qilib emizgan onam bitta o'zlari yotganlarini ko'rib yuragim ezilib ketdi. Onamning oldilariga borib yotardim. Kechasi onam bilan hayolan gaplashib chiqardim. Tong otgandan keyin xonadonimga qaytardim. Vaqt soat kelib, onamning oldiga yangi qabrlar qo'yildi. Hamrohlar keldi.
Onam bilan vidolashdim. Ona diydor qiyomatga qoldi. Endi jannatul ma'voda diydori nasib etsin deb xonadonimga qaytdim. Onamni yolg'iz yotganlari yuragimni ezib qo'ydi degan gaplarni gapirgan ekanlar. Boshidan o'tgan odam biladi, boshidan o'tmaganlarning oldida turibdi. Har bir kun g'animat, o'tayotgan soatlar g'animat. Onalar hayot ekan, dillari og'rimasdan xizmatlarini qilib, o'zimizga og'ir olmasdan, onani bergan xizmati, qilgan xizmati, bergan mehri esimizdan chiqmasdan duolarda barqaror bo'lishni Alloh nasib etsin. Men suhbatimni muqaddimasida ham aytdim, intihosida ham aytamanki, bu hamma bolalarimizga tegishli emas. Chiroyli xizmat qilayotganlar bor, onani duosini olib aziz mukarram bo'lganlar bor. Yana shunaqa duolarda bardavom bo'lishni Alloh nasib etsin. Bilib bilmay xatoga yo'l qo'yib yoki bilmasdan onani dilini ortib qo'ygan bo'lsak, mana shu suhbatlarimizda Pensiyangiz qancha? Ne? Pensiya. Pensiyam bizim bolalar. Hemen bolalarım alıp koyardı o bolalarım. Sizga pul kerak emasmi? Ne kadar pulle? Ama ben kovalarını, ben namıran pulunu oraya tamam. Oğlum, böyle şey yapayım, ortasını yap, tutatma. Kovalarını vurayım ben, kiyemem. Mesela Sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsin, charchamang xola. Xudo bize quvvat yokta bersin. yürü. Ben Sog' yaşlıyım bo'ling. yokta. Rahmat xolajon, charchamang. Xo'p. Sen de kayırman mı?